Minecraft ikimiz xuddi shunaqa ko'rib turgan ana shunaqa uzun pastga qarab ketadigan narsalar yashab qolishimiz kerak. Qani men bunga yashab qola olamanmi yoki yo'q? Dragon o'ldira olamanmi yoki yo'q? Savollar juda ham ko'p, javobi yo'q. Nu bo'ldi. Gap cho'ziltirmayman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Qani bo'lmasam biza boshladik. Xo'sh bo'ldi, o'sha biza bilan bosdik. Qo'limda ikkita paydo bo'ldi qanaqadir. Xo'sh, mayli ko'ramiz. Qani nima balo? Xo'sh, ko'rganmi to'g'ri deb bilab, ana uni ko'rdim, bla 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 o'qib bo'ldik qarorchi. Xo'sh, buni voy Nether Star bor ekan va yana bir ikkita narsalar Nether Star albatta olamiz. Bizda ikkita bo'ldi. Qancha bo'ldi Nether Star yig'ish kerak? Mayli, hozir ko'ramiz. Tepaga chiqamiz. Buni ham olamiz. Kaktus kerak emas. Xo'sh, bu sandiqqa ham temir bor ekan, temirni olamiz. Aqlimga yana bitta sandiq ko'rganman. Mana xo'sh, mana buni kaktus ham olib qo'yamiz. Kerak qolar balki. Xo'sh, pastga tushamiz. Patval bor ekan, bular yoqqa patval kirib ko'raylik. Xo'sh, sandiqlarni ichiga qarab chiqamiz. Balkim Nether Star bo'ldir, hatto bittasi ham. Xo'sh, ochamiz, buni ham ochamiz. Hech narsa yo'q. Balkim bu tomoniga ham yo'q kerak. Har ehtimolga qarshi ochib ko'raylik. Xo'sh, keyin quruq qolib ketmaydi Nether Starlar. Bunisi xo'sh, bunga va oxirgisiga ham yo'q bo'lsa, omadimiz kelmadi. Nu, mayli bo'ldi. Balkim peshkanacha bordir. Mayli chiqdik. Xo'sh, keyingi navbatimiz tashqariga chiqish. Birinchi marta tashqariga chiqdim. Xo'sh, endi bu mollar bor, tuxum bor. Tuxum qo'limga kelib tushdi. Biroq bashirasiga qarata o'tamiz buni. Va qanday ma'lumot qanaqa narsalar Nether'li kuchaytirilgan Nether Star evaziga aytdim bola, men Nether Star sotib olishimiz kerak bizadim. Xo'sh, bola, siz вообще zo'rsiz, peshanangizga o'q qo'yacakmi, lekin nita ko'rinadi. Xo'sh, bola, menga hozircha 5 Nether Star bor, hech narsa bermaydi. Biza hozircha daraxt chopib kuchayib olishimiz kerak. Xo'sh, davay bitta daraxt. Xo'sh, okey bola. Men daraxt hammasicha bo'lim, menimcha bola pastga tushishimiz kerak. Juda ham qiziq narsalar bordek ko'rinib ketdi. Balkim nechi qavat ekan bola, bilasizlarmi shuni? U sindirsa bo'lar ekan, bola sindiramiz. Xo'sh, komanda blok. Kirib bo'lmaydi, mayli. Xo'sh, bola, kiramiz. Buz buni ham yana daraxt chiqadi, buni ham buzamiz. Yana daraxt chiqadi, buni ham buzamiz. Yana bitta daraxt chiqsa kerak, chiqdi. Voy, juda ko'p daraxtlar bor bu yoqqa. Okey, yana chiqadi, yana qancha daraxtlar bor bu yoqqa. Pashti tugadi. Endi daraxtlar barga o'tishdimi, voyda. Faqat to'g'ri daraxt narsasi bilan kelsa kerak. Nihoyat tosh chiqdi. Endi toshni qanday sindiramiz? Tepaga chiqishga yo'l chizish kerak. Shunaqa zina qurib chiqamiz endi bolalar. Voyda, juda ham ko'p vaqt oladi yo'q. Xo'sh. Okey, bizamiz bola, men buni 2x qo'yib yubordim. Biz juda ham ko'p vaqt olgan to'g'risi. Menimcha tushunasizlar buni. Hozirgacha videomiz yarim soat bo'lgan bo'lajak. Xo'sh, umuman chiqib bo'lmaydi. Qancha vaqt men tashqariga bo'lsam ham вообще chiqib bo'lmaganman o'zi o'yin davomiga. Mana noto'g'ri sindirib qo'ydim. Xo'sh, keyin chiqamiz va nihoyat chiqib olamiz. Xo'sh, oxirgi bloklar va men pashti chiqdim. Xo'sh, shuni sindiramiz, bexos oson bo'lib ketsa kerak. Xo'sh, olib tomog'imga yetib olmaysizlar. Mazam bo'lmayapti. Mayli, xo'sh, endi buni sindiramiz va kech bo'ldi to'g'risi. Krevat ko'rgandim, uxlavoramiz birinchi bo'lib. Xo'sh, uxladik. Minecraftga birinchi tushdim. O'tdi, o'sha ertalab bo'ldi, menimcha hozir yomg'ir tinadi, lekin menga farqi yo'q. Xo'sh, tez pastga tushishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'qmi? Bu yerda agar sandiq bo'lsa bo'lishi mumkin-da. Xo'sh, birat qonday holi ham shunaqa narsalar sotasizmi? Holi ham. Xo'sh, bizga bitta kirka sotib olishimiz kerak-da. Kirka narxini ko'rmadim. Ko'rishim mashaqqat. Xo'sh, endi biza bitta verstak yasab qo'yishimiz kerak. Qani verstak, bo'ldi mana. Xo'sh, yasab qo'yamiz. Nima yasab? Kirka yasashimiz kerak o'zi.
Shu birinchilik bo'lib, shu mana kirka yasadik. Bo'ldi kirkalar ko'rsatmayapti, nimadir pastga o'shaning uchun yoqmadi menga. Shunaqa zina qilib chiqishadi, mana unaqa qilib kovlasa bo'lar ekan. Juda ham ko'p vaqt olganda u prosta shunga aytdim. Okey, chiqib olamiz. Bu yerdan kovla, juda ham sekin kovla. Daraxt kovlagan yaxshi edi. Mayli, shukur qil. Qachon qo'lga kovlamayapsan. Xo'sh, okey, bo'ldi. Men fakil topishga muvaffaq bo'ldim, chunki ko'mir borda yerga. Fakelni qo'yamiz va kovlaymiz. Hozir bizga yana bitta versa kerak. Xo'sh, borib qo'yaylik. Oppa, tayyor. Xo'sh, va endi buni qani kirkani yasa olishim. Kirka yo'qda, o'zim qo'lim bilan yasayapman hamma narsani. Qiynalib ketdim. Valla temir bor bu yerda. Biz temir olishimiz kerak. Temir olishimiz kerak. Chunki bu videodagi birinchi maqsadimiz, endi eng kam maqsadimiz, bu videodagi maqsadimiz o'zi full temir bo'lish. Buni aytish esimdan chiqib ketdi yoki aytdim yoki aytdim, esimda yo'q. Endi videoda ko'rib olaman o'zim. Xo'sh, valla o'zingizdan gapirsanglar, qanday yuribsizlar, bo'libsizlarmi, chotkimi hammasi. Yaqinda o'zi bolalar men ham videolarni juda ham ko'p chiqarishga harakat qilaman. Do'stlarim bilan video chiqaraman. Albatta, ular bilan ancha qiziqroq bo'ladi, to'g'risi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Hozir mana fakelga sakraganimga ko'zimga qandaydir fakel kirib qolgandek ko'rindi. Yomon bir boshqacha ketdim qandaydir. Xo'sh, buni sindiramiz. Menimcha o'zi inventarimiz ham yomon bir axlat bo'lib ketgan birosta. Mayli, sindiraveraylikchi. Xo'sh, u bola yorug'lik ham chiqdi. Bola nima o'ylaysizlar? Mana shu yashab turgan joyim bor-ku. Ana shu yashab turgan joyim nechiga bo'lsa, nechi blok deb o'ylaysizlar? Menimcha 16 ga 16 burchak bo'lsa kerak. Yana bilmayman. Xo'sh, okey, endi bizga pechka kerak. Pechka uchun toshlarni kovlaymiz. Xo'sh, bizga 24 ta kerak, ismi nima edi? Tosh, chunki 24 ta 8 ga bo'lsa 3 ta pechka olamiz. 3 ta pechka bizga yetadi bemalol. Okey, versak oldiga borib, endi yana pechka yasashim kerak, qo'lga afsuski. Xo'sh, bo'ldi, va nihoyat men 3-chi pechkani yasashga kirishyapman. Juda ham qiyin bo'lyapti prosta. Xo'sh, endi buni sindirish qotmagan pastga qara. Yaxshi. Xo'sh, yana shuncha pastga tushib chiqishim kerak, yoqmayapti. Bizga bitta ko'mir kerak, 2 ta ko'mirim bor. Bo'lmaydi shunisi. Xo'sh, mayli, qani ketdik, bo'lmasa mana 3 ta pechkani joylashtiramiz. O'sha bola bizga ketishib bo'lyapti. Xo'sh, bitta ko'mirni beqqa, bitta ko'mirni xolis bizga qo'ydim. Xo'sh, okey, temirlarni ham bemalol qo'yib chiqamiz. Xo'sh, bizga ikkinchi kunni kechki qismi. Bola, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. 3-chi marta aytishim shu vaqtda. Okey. Aytaman, kech bo'ldi. Yo'llarimiz pishsa juda ham yaxshi bo'ladi, to'g'risi. Okey, nimadirlar qilib turamiz, bekor o'tirmaslik kerak. Xo'sh, mayli bo'la, inventarimizni taxlab qo'yganimiz yaxshi. Birinchi bo'la daraxt, birinchi qator tolka daraxt turadi. Uchinchi qator toshli narsalar turadi faqat. Xo'sh, tayyor. Uchinchi qatorga esa loyli narsalar turadi. Xo'sh, keyingisi bo'ldi, почти. Xo'sh, bo'ldi, почти tayyor. Xo'sh, biz inventarimizni taxlab bo'ldi. Keyingisi mana temirlarimiz ham pishdi hammasi. Xo'sh, olib chiqamiz. Bo'ldi, bron yasashimiz kerak. Bronga juda qiyin bo'ladi yasash. To'g'risini aytaman, 1 soat yasasam kerak yo'q. Mayli, ko'ramiz. Ikkinchi temirni ham olaverdik. Xo'sh, bu yerda ham 2 ta tayyor, unisi ham pishdi hammasi, lekin menga xo'sh, okey, 24 ta tayyor.
keyingisi bir bo'ldi shu biza mana bir soatlik lavhaga chivoldi bu yaxshi ishlarni o'zi bor ekan yaxshi التلفزيون بيشتغل صوره خوش endi chest chest plate yasashimiz kerak juda ham qiyin bo'ladi yasashni okey keyingisi va yana bitta keyingisi okey mana video tugatish parchalariga keldik tabriklashinglar mumkin oppa maza qo'raman shpetlar bir olmosli temirli full bo'lsanglar maza qo'rasizlar lekin unchalik darajada holi full bo'lgani yo'q mayli xo'sh bolalar sog' bo'linglar omon bo'linglar sizlar bilan kenzo bo'ldi